Dada, ona sizlarga zo'r yangiligim bor. Voy, o'g'lim o'qishga kirdingmi? Yoki menga mosh oling dadajonim deb yozilgan buni. Yo, menga yangi ko'ylak olding-a? Ha, eshitinglar qani? Eshitqani? Ha? Sinfdoshim Nargiz bor-ku, o'sha bilan gaplashdim, rozi bo'ldi, uyiga sovchilikka boringlar. Bo'lmaydi, dadasi menga ketman bermagan, bo'lmaydi, отказ. Ayting. Atatang bo'lmaydi deyaptilar-ku. Men bo'lmaydi deyapman-ku. Dada, ana qo'shnimiz qiz Nilufar bor-ku, o'sha gaplashdim, rozi bo'ldi, sovchilikka boringlar. Ana bu qiz bo'ladi. Bo'lmaydi. Kecha onasi men bilan bir xil ko'ylak kiyib borgan to'yxonaga. Ich qora. Hamma uni onasiga emas, qiziga uylanmoqchiman-ku. Sen ish topsam, onasidan bir xil ko'ylak kiygan bo'lmaydi bu. Ha! Uylantiringlar. Dada, ana sinfdoshingiz Jamshid akam qizlari bilan gaplashdim, rozi bo'ldi. O'sha sovchilikka boringlar. Voy, shunaqa yaxshi qiz, qo'li shirin, pazand. Yo'q, aslo kim bo'lsa ham Jamshid qizi emas. Jamshid maktab payti menga daftar ko'chirishga bermagan. Daftar Nima qildi? Men ko'ylakka ol dedim-ku boya. Aslo to'g'ri kelmaydi, bolam. daftarga deb. Sho'lik qiynalib ketdi. Qiynalib ketsin bu. Dada, ona, men shunday qiz topdim, umuman bahona qila olmaysizlar. Endi men uylantirasizlar. Germaniyada ismi Gloria, sariq soch, bahona qilinglar, sinfdoshim ko'ylak, ha? Bo'lmaydi. Bobo, Uni bobosi Miller urush payti menga patron bermagan. Ya, patron bermabdi-ku. Ko'ngli bo'shda. Bersa bo'laydi-ku. Xalqda bir gap bor, bobo rozi. Qanaqa gap bu xalqda? Hamma rozi. Hamma rozi.